Davlat test markazi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilda 663.298 nafar abituriyent oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirgan. Eslatib o'tamiz, umumiy qabul kvotasiga asosan yurtimizdagi oliy ta'lim muassasalari 2016-2017 o'quv yilida bakalavriat yo'nalishiga 57.647 nafar talabani o'qishga qabul qiladi. Talabalikka da'vogarlik qilayotgan abituriyentlar esa o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. 1 avgust nafaqat abituriyentlar, balki ularning ota-onalari uchun ham hayajonli kun. Aynan mazkur sana talaba safida bo'luvchilarning nomini aniqlab beradi. 3 yil tayyorlangandim, xudo xolasa bu yil yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Bilgan savollarimdan ko'ra ko'proq bilmaganlarim ko'p tushdi. Bilmadim endi bu yog'i o'xshaydimi, o'xshamaydimi. Uni harakat qildim yetishga qo'limdan kelgancha. 50-50. Xudo xolasa insi kirganda o'zim hisoblayman. Test jarayonidan ko'nglim to'ldi, tayyorlangan savollarim hammasi tushdi menga. Hayajonlandim, juda ham ikkilanishlar ko'p bo'ldi. Qo'ldan kelgancha harakat qildi, endi bu yo'q omadga bog'liq. Ha, bu kunda omad barcha uchun birday zarur. Bu talabalikka da'vogar bo'lgan bir nechta yoshlarning fikri edi. Lekin imtihonlarda kuchli bilimga egalargina kuchlilar qatoridan joy olishadi. Kuch sarflandi, olingan bilimlar esa yana bir bor ishga solindi. Natijalar esa g'alvir suvdan ko'tariluvchi palada aniq bo'ladi. Fatima Qo'chqorova va Ilhom Mahkamov O'zbekiston informatsion dasturi uchun.